Hurmatli ota-onalar, bu ishni aslo qilmang. Aks holda farzandingizda jiddiy miya shikastlanishlari, bo'g'imlardagi og'ir buzilishlar hamda turli ruhiy muammolarning paydo bo'lishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Mana bunday qilib. Xo'sh, bola mazza qilib o'ynayapti. Buni nimasi yomon deyapsizmi? Siz qattiq adashasiz. Bolada hali muskul tizimi to'liq rivojlanmagan, ichki organlar esa to'liq shakllanib ulgurmagan bo'ladi. Bunday harakatlar bolada og'ir shikastlanishga olib kelishi mumkin. Ma'lumot uchun aytganda, har yili shunday bolalarni havoga otib o'ynash va qaytib tutib ola olmaslik tufayli millionlab bolalar og'ir tan jarohatlari olishadi. Minglab bolalar esa halok bo'lishadi. Farzandingizni hayotini tavakkalga qo'ymang. Ushbu videoni boshqa ota-onalarga ham jo'natib qo'ying va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Salomat bo'ling.